Assalomu alaykum. Barcha yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Xo'p, aviabiletlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha bez bagaj aviabiletlar 4400 rubldan boshlanyapti. Unuqadan bez bagaj. Sir bagajim var. Shermet va Unuqa davom etadi. Pobeda, Aeroflot, Ural, Ulter aviakompaniyalarda bo'lyapti. 6,5 ming rubldan boshlanyapti. 6,5 ming 7 ming rubldan. Unuq va Farg'ona 5,5 ming rubldan bo'lyapti bez bagaj. Pobeda aviakompaniyasida bo'lyapti. Shu fevral ichiga boshlanyapti. Xizmatlar bo'lsa yozaverasizlar, xudo xolasa. Svyazdamiz, telefon nomer, WhatsApp nomerlarni yozib qoldiramiz. Bu videoda aviabilet oladigan zapret tekshirtiradigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa inshaalloh. Barcha ishlarimizga 100% garantiya kafolat beramiz. Sog' omon bo'linglar. Inshaalloh yana ko'rishguncha.